Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz obunachilar, musofirdagi yurtdoshlar. Mana navbatdagi darvozamizni Toshkent shahri Sergeli gapga o'rnatib berdik. Bu darvozamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, darvozalarimiz 2 qavatli, skromniy variantda bo'ldi. Stoykalar 12 ga 5 shvillir, profillar, ichki profillar 6 ga 4 profil. Ikkilik stinada bo'ldi. Eshiklariga mana bunday zamok qimmatdan qo'yib berganmiz, ko'rishingiz mumkin. Tagi yo'q, yoni bari 12lik, sharnirlari ham 3 talikdan bo'ldi. Tepalari ochiq, eshikni ochiq qilib berdik, xudo xolasa yopib berilaveradi. Darvozamiz bu razmeri eniga 3,5, balandligiga 4 metrga bo'ldi. Orqa tomondan ko'rsatib o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Mana bu ochilib yopilishi juda ajoyib holatda. Zamoklar ham mana bu orqa tomonlari juda tekis holatda bo'ladi, shunday, xudo xolasa. Ko'rishingiz mumkin bir xilda. Mana bu joylar sentr zamokda bo'ldi, bemalol oldiga ochib. Do'stim, bitta ochib yopilishini ko'rsatib yuborak. Ko'rishingiz mumkin. Mana bor, yopishadi devorga. Kimgaki shunday darvozalar qiziq bo'lsa, albatta ekrandagi nomerlarga behijoat telefon qilishingiz mumkin. Sizlar bizni xizmatingizda, xudo xolasa. Mana ochilib yopilishi ham ajoyib holatda. Bo'ldi do'st, yopavering. Sizlar yoqqanimizda kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringizni so'raymiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar deganini bildiramiz. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab dostavka xizmatlari mavjud. Vodiy, Toshkent dostavka xizmatlari ichida voha tomonlari kelishilgan holatda o'rnatib berilaveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonat.